Salam Mehran aldidagi qadrli ko'rmanlar, Söyümlü Gülchiray xonim qizlar, Tarım Navasi programmasi orqali sizlar uchun xizmatda bo'lganimdan to'liq xursandman. Men program riyosatchisi Mayra. Ko'rayotganlar Şinjan Ko'nak Pan Texnik Cheklik shirkati Ko'rgün media ishxonasi tarqatgan Şinjan Saray yemek ichmak mulozimat cheklik shirkati tajribalaridagi Tarım Navasi programmasi. Biz programmamizdagi xonim qizlar uchun ishlangan alayda soniga Musajan qadrini taklif qildik. Musajan, xush kelibsiz. Rahmat. Musajan programmamizni boshlashdan avval shu ekran oldidagi do'stlarimizga salomingizni bir yo'l yetamsiz. Bo'ldi. Salam ekran oldidagi barliq aziz qarindoshlar. Sizlar bilan shu Tarım Navasi programmasi orqali yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Musajan, ansam siz hozir shu xalq o'qituvchisi ekansiz, lekin o'qigan kasbingiz muzika shunaqku. Hozir hammamiz bilamiz o'qituvchilarning xizmatidan oid aldirash bo'ladi. Siz endi shu aldirash vaqt ichida o'zingizning o'qigan shu muzik kasbini tashlab qo'ydingizmi yoki davomli ijodiyat bilan shug'ullanyapsiz? Dastlabda shu xizmat chiqqan ozroq bir mezgilda shu naqsh aytish yoki muzika o'rinlash degandek shu kasbimni qilolmay qoldim. Nima deganda xizmatlarimiz sal aldirash. Endi yana birisi mening uyim Aqsuda bo'lgandan keyin xizmatga borib kelish jarayonida ozroq vaqtim ketib qoldi shu. Maktabning o'zidagi xizmatlar bo'lib, ondan shu uyga berib kelish degandek vaqtlar bilan nurg'un vaqtim endi yetishmay qoldi shu mezgilda. Shunga dastlabki mezgillarda kasbimni qilolmay qoldim. Endi keyin bu yildan boshlab shu do'stlarimniki, savodoshlarimniki, shularniki turkisida shularning qo'llash ostida bu yildan boshlab endi bundan keyin shu naqshamdan boshlab davomli turda o'zimniki ijodiyatlarimni shundaqla boshqalar menga ishlab bergan naqshlarni bundan keyin davomli aytib xalqning huzuriga sunmoqchiman. Hozir shu parangiz jarayonida siz nurg'ulg'an ijodiyatlarning gapini qildingiz. Demak, siz shu o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanishdan boshqa yana ijodiyatni tashlab qo'ymdingiz, shunaqku? To'g'ri. Hammamizga ma'lum, bugun butun xalqaradagi go'zal xonim qizlarimizning bayrami. Undaqda siz bugun shu Gulchiray go'zal xonim qizlarimizga quruq kelmadingiz-ku deyman. To'g'ri. Bugungi shu xalqaro xonim qizlar bayrami o'tab, o'zimning tunji ijodiyatim bo'lgan ayollar bayrami degan naqshni taqdim etsam. Güzel peytede gül toldu söygü alimi, başbaharının güzel peytede gül toldu söygü alimi. Şu günlerge hoş bırak birip geldi mana ayallar bayrami. Bahar gülmez, ayal bulmay öyün köklümez. Ayal bulmay bahar gülmez, ayal bulmay öyün köklümez. Şu ayallar bulmak zimimde muhabbetinin otları ötmez. Şu ayallar bulmak zimimde muhabbetinin otları ötmez.
Kadirleyli ayallarını biz alnımız mı bir ayal kişi Kadirleyli ayallarını biz alnımız mı bir ayal kişi Ayal zatının yaşına kuzgan Vapasız bir Vapasız bir namertin işi Haqiqatan yaxshi bir naqshni yeb kelibsiz. Malla emas, shu ekran oldidagi butun xonim qizlarimizning yuragiga tegdi deb o'ylayman. Undaq bo'lsa, Musojon, shu ayollar bayrami nomli naqshingiz o'zingizning ijodiyatmi yoki boshqalarni o'zlashtirgan naqshimi? Bu o'zimniki ijodiy naqsham. Endi bu naqshni shu oldingi yillarda shu do'stlar chambarakda, Undudarda bu she'rni, naqsh tekstni uchirtib qolgandim-da. Unda saqlab ekanman. Shu yaqinda ondan shu telefondagi o'zim shu keyin ijodiyatni ishlatib qolsam degan shu naqsh tekstlarni izlab aqtirib o'tirib, qarasam shu tekst uchrab qoldi-da, endi ayollar bayrog'i oz qolgan vaqtda. Shunda bir ahang ishlab qolsam qanday bo'lar deb o'ylab, shu kuni ishxon o'tirib ahang ishladim. İşlep şu yakın dostum Kayseri Tohtu'ya evettim. Bu akşam gitarcı özü. Evet boptum da şu bu desem adaş yakış çıktı müzikte işiltip tahtaylaymış. Hanım kızlar bayram günüsü. Dep şu gapni degan bo'ldi. Endi deb şu ishxonni qaytindimdi. To'liq bir mukammal nusxasini chiqaray deb o'zim gitardan kesh qilib o'tirib dastak nusxasi bitgan bo'ldi. Oxiridan o'zimning yechu san'at institutiga saboqdishim Abdusalamga evettim. Ben şuniki, müzikini akordlaştırıp şu işini qilib bersan, sen ma'qul deb, u buni jiddiy tutish qilib, şu ishlarni qilib bergan bo'ldi. Endi yana mush jarayonda, shu naqshiniki to'liq bir naqshning bitib chiqishiga yaqinda yordam bo'lgan, shu yaqin do'stim, saboqdishim Kayseri To'xtuga, andin skripchi do'stim, saboqdishim Shoim Mardonga, yana shunday Abdusalamga, endi oxirida shu naqsh tekstni yozib bergan, shu to'rdishimizga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. İş ömürlükdə, güç birlikdə deyəngə oxşaş, mənə şundaq gözəl bir naqshning bitib chiqishi uchun sizning do'stlaringiz yaqindan yordamda bo'libdi. Shu programma nomidan shu do'stlaringizga men chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Musojon bugun xalqaro xonim qizlar bayrami bilsiz-ku. Shu programmamiz orqali ekran oldidagi japakesh xonim qizlarimizga, onangizga, suyimlik ayolingizga o'zingizning bayramlik salomini bir yo'llab o'tamsiz. Shu ekran oldidagi barliq japakesh onalarimizga barcha adillerimizning, singillerimizning bugungi shu xalqaro xonim qizlar bayramiga muborak bo'lsin. O'zimning bu japakesh onamning meni yaqindan qo'llab kelayotgan ayolimning bugungi xonim qizlar bayramiga muborak bo'lsin. Salom ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Gulchiray xonim qizlar Tarim navosi programmasi orqali barcha xonim qizlarning bugungi xonim qizlar bayramini chin dilimdan tabriklayman. Bayramonlarga muborak bo'lsin.